Assalomu alaykum hammaga. Biz Xonqa tumani Madaniy yer mahallasi Ahmad Yassaviy ko'chasi 24-uydamiz. Samon Presli dog'in Ravkat og'aning uyindamiz. Donag'onlar bo'lsa ham traktori yo'lning bo'yida joylashgan. Bu uyimizda ham ko'mirdan atablaniya o'tirib berdik. Hamma materialni o'zlarimiz bilan kelib, chiroylatib, kelishilingan narxlarda 1 yil garantiyasi bilan ishlab berganmiz. Uyimiz o'xshi 12 ta o'chish bo'ldi. 10 yera bateriya qo'yildi. Dalanımıza şunda deb zamonaviy dur alyumin batareyalardan 17 danadan 3 yere koyup berganmiz. Dalanımız 70 kvadrat, biri 17 danadan hesaplandan 90 kvadrata doğru geladi. Ona 3 yere batareya koyup berganmiz. Ataplaniyan samochok sistemada bo'ldi, podacha birat kelatib ishlab berdik. Uyimizda 110 dana alyumin batareya ishlatib berganmiz. 30 metr 32lik, 87 metr 25lik, 30 metr 20lik turbalarımızdan işletip her bir bateriyamıza şunda deyip 90 gradus büküp rezvalanıyonu rossiyskiy latunli kranik Amerikankali kraniklardan koyup işlep verdik. Bu yerimizde 3 bateriya koyulgan. Keyin bir zalımız aboybot ta'minlari aboylarını şkoldan gelince akuratni edip chiroylatib ishlab berdik. Ham o'zini avvalgi ataplaniyasi bor ekan, ularni olib tashlab, shu do'shlarni o'zini to'g'irlab o'tirib berganmiz. Bu 4-chi bateriyamiz. Zalimizni 20latib bir yere qo'yib berdik. Keyin bir koridorumuz ham yerinde xona bo'lgani uchun o'rtalikda bir yere qo'yib berdik. 15latib, keyin bir spalnimiz 2, beda 3 o'zini batareyalari bor edi, shularni ishlatib berganmiz. Kuxnyamizda ham 13latib bir yere qo'ydik. Banimizda ham 10latib bir yere qo'yib berganmiz. Xudo qalasa videomizni uzmay oxirigacha ko'rib boringlar. Bu yerlarimizni hozir bugunda toza chiqib turgan gibrid kotyolimizni ham qo'yib berdik. Kotyolimiz hakkında qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Arka materiallarimizni yüklab, xudo qalasa gidemiz. Yurttuğanlarımızın bu hazırғы günde taza işlep çıkarıp başlayan gibrid kotyolumuz da aytıladi. Kotyolumuza unta kömür hem yaksa buladı, pillet hem yaksanız buladı. Bundan taşkarı kotyolunu ben unta kömür yakın untam yok deseniz, kotyolunu özüne iri kömür, odun, tepe, kömür brez hemen her şey yaksanız buladı. Kotyolumuzu yakıp vergenimiz bir 20-25 minutlar diyeyim oldu. Ataplaniyamiz başta 58 gradus su tuttu. Kotyolumuz yanıp durur yine. Yerimizden unta kömür özelliğini yanadı. Kotyolunu belendinden kalasa iri kömür odun salıp yakaverdi. Nasos sistemada işleyiş üçün nasoslarla kullanımız kranikler bilen kalası samachok işletilir. Kalası nasos sistemada işletilir. Hazır 100% ataplaniyamiz samachok sistemada işlet tuttu. Toklarımız, ventilatorlarımız üçün takılgan. Unta kömürden yuvarlak kurmuş. Morlarımız 127'lik oldu, 5 metre oldu. Yerden bənətliyi kotyoldan birgə 6 metre oldu. Podacha obratchalik turbalarımız həmməsi 2-5 sinkədə oldu. Kotyolumuz 3'lük listə yazılgan, içi deyişi həm yerə bir xil. İçinə rossiyskiy 25'lik turbalar terilgan. Əsə görüb küçətib baraverasizlar ki, şunday xizmətlə gerek olsa, Xorazm viloyatidan Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab hamma materialni o'zlaringiz bilan olib borib, 1 yil garantiyasi bilan chiroylatib ishlab beramiz. Bu uyimizde o'xshi 36.971.000 so'm pul bo'ldi. Degan vaqtimizda 12,5 million so'm avans olganmiz. Bugun hisob kitob etib, hammasini ko'rsatib topshirdik, xudo qalasa. Esa sog'inglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat. Keyingi ishimiz Sho'g'ot tumani 19da bo'ladi. Ko'rib kuzatib boringlar.